Va nihoyat bugun ko'pchilik bizdan talab qilgan rubrikani syomkasini qilyapmiz. Ya'ni legendarniy shtrafnoy udarlarni повторini qilamiz. Ko'rib turganinglardek bizda mana Declan Rice bor. Numa mini barreira. Vai o Rice, perna direita. Golaço! Cristiano Ronaldo bor. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Va Marcus Rashford bor. Rashford hits it well. Oh, amazing! Oh, that's Ronaldo-esque. Rashford with an impossible strike from fully 40 yards into the top corner, right in front of the United fans. Marcus Rashford. Birinchi gol Real xo'rlagan Liga Chempionovdagi o'sha Declan Rice legendarniy ikkita shtrafnoyi bor o'zi. Birinchisi emas, ikkinchisini qaytarishing kerak. Menimcha ikkalaylar ham yaxshi eslaysizlar. Ko'rib turganingizdek. Adashib urib qo'ygan goli. Ya adashib shu Realni xo'rlab chiqarib yubordi-yu. Boshqa strafdan gol urgani yo'q. Xuddi shuni tiqib bersang bo'ldi. Masalan, Fanar urib bersam bo'ldi adashib. Nechta imkoniyat to'g'risan? 10 taga bormayman. 10 taga bormaysanmi? Realni. Bormayman. 10 taga bormayman. 10 taga bormasam kerak. Gollar birinchi bo'lib boshlayapman. O'sha Declan Rice urgan goli Real Madridga Fanar adashib, men ham o'shanga o'xshab hozir adashib urishim kerak. Islom, qo'lda jaqtimi? Atak murojaat uchun mana yozaverasizlar. Shtrafnoy tepmoqchi bo'lsanglar, mana atrofotkaga kelib berasizlar. Stenkaga o'ltirib berishadi. Price tashlashadi. Ko'rib turganinglardek bu o'yin kulgu emas, bolalar ofitsialni mana FIFA referisini olib keldik. Brat, hammasi qonun bo'yicha ketsin. Mana bu yog'on hozir har xil anaqa qilishi mumkin-da, mashinagroq. Shuning uchun hammasi qonun bo'yicha stenkani to'g'ri qo'yib, hozir u o'ziga oson qilib, stenkani uzoqroq qo'ying deb mumkin. Shuning uchun FIFA qonuniga ko'ra bugun shtrafni tepamiz. Let's go. Nima kerak bor o to'sib buni-da? Kirib qo'yarsiz. Tima chista challenge. Men El Clasico'da to'smayman deb, men mana qilib to'saman deb. Tima nima bu ahvol? Reels uchun tashlab berilmaydi baribir videolar. Ishondim Tima. Ishondim. Solidni kirgandan keyin pulga bormaylar. Erkek bolalar, adam ko'radi ish. Solidni kirgandan keyin ona yerga urib tashlamaydi emas. Tasavvur qilib, belingga yer urib Очень интересно, будет ли читать Куртуа соперника. Райс берет разбег. Еще один. 2-0! 2-0! Деклан Райс официально лучший исполнитель штрафных в истории Лиги Чемпионов, из числа английских футболистов. Что это такое? Кто-нибудь разбудите меня, я должно быть сплю. Не опорник Арсенала с 41 номером, а полузащитник сборной Англии с 7 номером на спине. Из всех сценариев во всех параллельных вселенных мне меньше всего казалось, что может произойти что-то подобное. Golni o'rtoqlar, mana golni bajardik. Maksimalni o'xshatishga harakat qildik. Kommentariyada tez yozib qo'yinglar, gol o'xshadimi yo'qmi? Atak menimcha idealni o'xshadi.
Bolalar mana Declan Rice udarini ko'rdik. Endi o'zingizlar обязательно kommentda yozinglar, qanchalik bu narsa o'xshadi. Endi keyingi udar ko'ramiz bolalar. Keyingisi Javani gali, Cristiano Ronaldo. Hammamiz bu golni ko'rganmiz. Declan Rice qatta, Ronaldo qatta. Menimcha birinchi gol bundan sложныйroq edi, menimcha. Ronaldo Ispaniyaga adashmasam hat-trick qilib uyga jo'natib yubordi. Adashmayapsan. Mana shu qaytarish kerak. Uyga jo'natmagan, necha bu? Necha bu? Endi Ispaniyaga 3 ta gol urgandan keyin uyga kirib boraverasan-da, Ispaniya uyga jo'natib yubordim deb. Razbek jinnida bu, o'xshatingda. Brat, Razbek ne var? Hozir men yana o'zimnikini beraman buni. Trayektoriyani qara, brat, takoy. Lёгкий bu aylantirib, отдающийmi, bilmadim qarab. Hatta sen orada tepib turasan challenge-larda shunaqa. Ana golning shunaqa kirgan trayektoriya, adashmasam. Bu yoqqa chiqqansanu, svarka bilan. Declan Rice bilan Ronaldo nasha beramiz, qo'yiladi shu. Endi ko'ramiz-da qanchada o'xshatar ekansan. Menga vaqt qoladimi yo'qmi? Mana tepkim kelyapti qo'shda. Girdi bo'lmasa, chaqdim. So'nggi chaqdim. So'nggi chaqdimmi? Aprelga tayyormisizlar? Oyog'im. Yo. Cho'chkani tepib qo'yyorsan-ku, pajamda tepsan. Billa, bunaqa Razbek bilan bunaqa podiyom jinnilikda. Shafirdas. Jar Razbek meni xayolim buzotdi, to'g'ri, o'zimnikini qo'raman. Opa. Sal boshqacharoq. Menimcha devatka emas bu, boshqa tepish kerak-ku. Devatka emas menimcha bu. Necha devat ko'rmagan Ronaldo? Sal devatka sifatida. Bu takoy 50. Ancha o'rtaga kirib ketdi. Razbek ishlov. Sovuq. Sabuk. O'xshaydi, normal, o'sha bitta bor. Spokойно. Ronaldo ham bittada urmagan. Krish kerak edi-yu. Java sen oraya qasda tepma. Nima qiliyu shu otgan? Ayman qatini patachi. Jana o'zsan birinchi tepishing kerak edi. O'rmansan, mazga qoqishim. Jana ko'rardim, o'rtoqing oson emas deb turardim. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? Look at De Gea's position. He's not going to get that, is he? Up, over the wall, down, under the crossbar. Katta ehtimol bilan 3-gol ham Rashford golini hozir bugun qaytara olamiz. Bo'ldi, Polyaning vaqti bo'ldi. 11 dan keyin mumkin emas. Bilmadim endi bu yoqda даже 10 50 dan keyin mumkin emas ekanda. Boshqa kun endi davom ettirib qo'yamiz buni. Mabodo hozir video davomida pogoda o'zgarib qolgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, значит biz boshqa kuni kelib Rashfordni olib qo'ygan bo'lamiz yoki shunashib ketgan bo'ladi. Значит shunaqa bo'lish kerak ekanda bugun, nima deysizlar? Yo, David chiqib qo'yamiz, to'g'rimi akalar? Qilmasak bo'lmaydi, onasini ham. Shunday strashniy gol qolib ketyapti, odamlar ko'rmasa. Ras bu video hozir yana bir 4 minut, 5 minutmi bilmadim, 3 minutmi qolgan bo'lsa, значит 3-gol ham bo'lgan bo'ladi. Bolalar ko'rdinglar, mana pogoda o'zini-o'zi o'zgarib qoldi, o'zingizlar ham sezgan bo'lsanglar kerak, sezmagan bo'lsangiz, значит nimadir не то. Hozir endi meni golim. Uchma tepdi, nimaga? Like bosib qo'yinglar, kommentariy yozinglar, bilaman.
Ko'ryapsizlar, qor nerealni yog'yapti. Biz shu oxirgi golni olishga syomkasiga keldik. Kecha yomg'ir edi, bugun qor, ertaga bilmadim tosh yog'sa kerak. No bizni hech nima to'xtatmaydi. Keyingisi Markus Rashford Chelsiga tiqib yuborgani. Hech qachon. Ishonmaysan? Voy billahi, boshlanishi yomon emas. Ko'ryapsizlar, mayli qo'yib beray. Mana. Voy onasini yemsan. Qorda qanaqa ko'tarasan buni? Qorda? Ha. Ko'tarib beraman bo'lsa-da. Yo, muammo emas. Kecha tepayotganimda normalga o'xshayotdi. Mana masofa juda uzoq, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. No, o'zingizlar ham bilasizlar. Nimadir plan qildikmi, uni oxirigacha olib boramiz. O'yinchi urmoqchi 15 tada. Ishonmayapsanmi do'stim? Yo'q. Realni. Yo'q. 15 tada urmayman. Atak chiqildim-chi. Chista qor hisobiga urolmaysan bugun. Agar realni yaxshi pagoda bo'lganda может быть urardik. Bo'ldi do'stim, men seni tushundim. Xo'p, nima dey? Bo'ldi, uramayman deymi? Qochsang, tepama. Qani Islom Rashford. 5 4. Qani Islom. Nima? Davay, Islom. Sana qoningda jadidlar qoni. O'zing ishonmasang tuyg'ularing ishonmaydi. O'zing ishonmasang hech kimga ishonmaydi. O'zingiz yo'qotib ha? Men o'zimni versam aytyapman. Butun dunyo senga ishonmasa, sen hozir tepfasan. Sen ham o'zingga ishonmagan Islom. Shular to'g'ri qilgan bo'ladi. Hadam otam emas. Yaxshi Islom. Tima, nima vaqt bo'lsa ham to'smaslikka harakat qildim. Yaqin, bila. Shu o'z so'kinish tashlashim kerak-da, boru. Ozgina ko'tarilmadi-da, bir yarim metrcha ko'tarilganda. Voy! Kirmadi lekin bu. Yonroq kirish kerak edi, adashmasam Rashford prям 9 ga kirgan. No, yaqinmiz. Yaxshi uchdi. Bitta ko'rish kerak lekin. Yo'q, lekin 9 liga kirdi lekin. Cho'tga kirdi. 8 liga kirdi, mayli, 8 liga. 8. Ya, zo'r tepdi, lekin Rashfordga prям birga bilmasdi. To'g'ri ekan. Marcus Rashford! Oh, glorious! That is a special one! For distance, power, accuracy, and indeed significance, Marcus Rashford can count that amongst his best. Bolalar, unaqa cho'zib o'tirmaymiz. Agar sizlarga bu rubrika yoqqan bo'lsa, davaychi 30 mingta like faqat bir hafta ichida yig'ishimiz shart. 30 mingta like yig'sak, buni biz ikkinchi qismini qilamiz va chap oyoqlar bilan. U degani bizda kim mana Xush bor, Fara bor, Ali bor, Karim bor, strashniy gollarni urishimiz mumkin. Messi, Rafinha, yana kimlarning gollari bor. Xullas, hammasi sizlarga bog'liq. Обязательно kommentda hozir yozib qoldiringlar shu 3 ta goldan qaysi biri sizlarga eng ko'p yoqdi. Kimi kommentda eng ko'p like yig'sa, har doimgidek o'shaning kartasiga yoki 300 ming yoki 500 ming nastroyeniyaga qarab tashlab beramiz. O'shaning uchun keyingi videoda ko'rishguncha. Let's go.